Mana Olimpiada o'yinlarini tarixiga nazar solsak, ikki xil narsa. Ya'ni bittasi insonni qomatini go'zalligi bo'lsa, ikkinchisi mana deydi biz chiqargan biologik faol moddaning tarkibida deydi 30 xildan ortiq vitamin bor deydi. O'zi vitamin bor yo'g'i 18 ta. 30 ta vitamin yo'q, dunyoda yo'q. Mars sayyorasida ham yo'q. Sog'lom, semiz odam degan tushuncha bormi? To'xtamaslik kerak. To'xtab qoldingizmi, u kapitalistik dunyo. Nolga tushib qolasiz juda ham. Bizlarga o'xshab davlatimiz bunday qaramoqqa olib turib, sizga haligi davlat yordami berib anaqa o'tirmaydi. Nima uchun shug'ullanaman? Ko'chada bezorichilik qilishmi yoki Odamda organizmida o'lim nuqtalari bor. Mana shu boshning o'zida 8 ta sohada o'lim nuqtasi bor. Mana bittasi mana bu joyda. yaqindagi davlat rahbarimiz aynan sportchilardan jinoyatchilar ko'p bo'layotganini haqida gapirdi. 8 soat uyquga, 8 soat qonunchilik bo'yicha ishga, qolgan 8 soatimiz Odatda kunni qaysi qismida shug'ullanish kerak? Lekin u fenomen dunyoda endi bitta tug'ildi unaqa odam. masalan menda 9 da uxlayman har kungi rejimim. Bular hammasi juda katta mablag'ni evaziga, juda katta sog'liqni boy berish evaziga, umrni boy berish evaziga. berkitmayman, energetik ichganman. Bo'ylari, qaddi qomatlari yaxshi kelishgan, umurtqa pog'onasi tikka, yurishlari salobatli. Lekin juda ko'pchiligi bepushtlik rivojlanib qoldi bularda farzand ko'rishi. Chunki Bizni kasalligimiz emas, bizni sog'lomligimiz kerak. men kasal bo'lsam dedi, davlatim menga pul to'lash kerak, davlatim meni bog'ish kerak dedi. Yaponiya qachon rivojlanadi o'tirishlarida qarang. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Impuls loyihasi. Bugun biz yugurish foydali yoki suzish foydali kabi zerkarli gaplarni gaplashmaymiz. Aksincha, bahsli va og'riqli mavzular haqida gaplashamiz. Sport haqida gapirganimizda mavzuyimiz ikki qutbga bo'linadi. Biri shifo, uzoq umr ko'rishga ta'siri bo'lsa, ikkinchisi bilimsizlik oqibatida olingan jarohatlar va og'riqlardir. Xo'sh, bu oltin o'rtaliq qayerda? Nima uchun bu muhim? Chunki tanamiz bitta va u xatolarni kechirmasligi mumkin. Shuning uchun podkastimizga xolis va tajribali mutaxassislarni taklif etdik. Alijon aka Zohidiy, Yevropa Fanlar Akademiyasi akademiki, Respublika sog'liqni saqlash a'lochisi, ilmiy va ixtirochilik faoliyati bo'yicha ensiklopedik olim. Alijon aka xush kelibsiz. Rahmat. Musulmonbek aka Ibrohimov, Daryo.uz muxbiri, jurnalist. Va bugun havaskor sportchi sifatida ishtirok etayotgan Jasur aka, Abdulbor aka, xush kelibsizlar. Domla, mohiyat hamma narsada muhimda. Mana kitoblaringizda ham ko'p mana shu suhbatlaringizda ham kuzatdim. Mana mohiyatan, ya'ni odam avval mana o'zi tushunish kerak. Albatta. Mana Olimpiada o'yinlarini tarixiga nazar solsak, ikki xil narsa. Ya'ni bittasi haykaltaroshlik nimalardan ko'rinadiki, insonni qomatini go'zalligi bo'lsa, ikkinchisi ya'ni janglardagi faollik uchun. U payt asosan shu yurish yoki jangovar holatlarda og'ir qurollarni ko'tarish bilan jang qilingan. Ya'ni shuning uchun erkaklar shunga tayyor bo'lish kerak degan mohiyat bo'lgan. Ya'ni Olimpiada o'yinlarining mohiyati shu bo'lgan. Menimcha bu mohiyat o'z kuchini yo'qotdi. Balki qomat nuqtai nazaridan hali bordir, lekin janglar nuqtai nazaridan aytaylik hamma ham unaqa kuchli bo'lishi, hamma ham jangga tayyor turishi degan dunyoda unaqa mohiyat qisman bo'lishi mumkin, lekin mutlaq bunaqa mohiyat yo'q. Ya'ni sog'liq shunaqaki domla, mohiyatan, ya'ni odam o'ziga sport qanaqa qay darajada kerak va qaysi sport kerakligini nimasiga qarab tanlash kerak. Ya'ni organizm har xil, yosh har xil, jins har xil. Shu haqida agar fikrlaringiz bo'yicha qiziqadi. Bugungi sport faqat bizlarning salomatligimizni, aqliy salomatligimizni, jismoniy salomatligimizni, jinsiy salomatligimizni, ruhiy barqarorligimizni asraydigan sport bo'lishi kerak. Endi yana bizlar bugungi kundagi yoshlarda mana juda ko'pchiligi o'sha steroid gormonlarga o'tirib qolgan. Bu o'tgan asrda ham bor edi. O'tgan asrda o'sha steroid gormonlar, ya'ni mushak massasini o'stiradigan testosteron, propionat, gormonal preparat bu. Fenobarbital, retabolin kabi preparatlar chiqib ketib qoldi. Bu o'tgan asrda 40-yillarda sintez qilingan narsa. O'sha paytlari endi to 60-70-yillarga kelib turib, mana o'sha Schwarzeneggerlar chiqqan paytlarda birinchi hali bodybuilderlar sifatida mushak massasi kuchli bo'lib turib, ana shular juda katta dozada olgan. Meni oldimga juda ko'p bemorlar keladi, ko'rinishi, qaddi qomati yaxshi, mushak massalari katta, bo'ylari, qaddi qomatlari yaxshi kelishgan, umurtqa pog'onasi tikka, yurishlari salobatli. Lekin juda ko'pchiligi
bepushtlik rivojlanib qoldi bularda farzand ko'rishi. Chunki chekkadan bular erkaklik gormonini olyapti. Bu gormonni olgandan keyin organizm shunaqa narsaki, inson organizmini Alloh taolo shunaqa qilib yaratgan, organizm o'zi ishlab chiqaradigan narsani chekkadan keladigan bo'lsa, u ishlab chiqarmaydi endi. Erkaklik gormonini o'zi insonni prostata bezi ishlab berish kerak. Erkakda urug' donlari ishlab berish kerak. Chekkadan shuni ukolda olgandan keyin yo tabletkalarni ichgandan keyin, demak o'zining organizmi gormon bermay qoladi. Oqibatda bepushtlikka olib keladi. Keyin eng yomoni bular shu olib turgan paytlarda qaddi qomati zo'r bo'lib turadi. To'xtatdimi birdaniga bular keksayib qoladi. Juda tez keksayadi. Juda tez salomatligi buzilib qoladi. Va juda ko'pchiligi mana yoshlarimiz meni oldimga keladi. Mana 62 ga kirdim. Hozir yuqorida aytib o'tganimdek, katta agar marafonlar bo'lsa, qatnashish imkoniyatimga egaman hozir ham. Qatnashib ham kelyapman, ko'rib turib. Lekin juda ko'pchilik yigitlar, yoshlar 30 yoshgacha shuni qiladi. 30 yoshdan keyin sal cho'ntagida puli ko'payadi, ozroq lavozimga o'tirib qoladi. Undan keyin erinchoq qoladi-da, juda ko'pchiligi tashlaydi. Sportni tashladimi, endi kasalliklarning zanjiri to'xtamaydi. Bir kun yurak qon tomir tizimida, bir kun nafas olish tizimida, bir kun me'da ichak tizimida, bir kun gormonal tizimda o'zgarishlar bo'lib, juda ham tez keksayib qoladi va juda tez suyaklar yemirilishi boshlanadi, boshqa bir salbiy jihatlar boshlanadi. Shuning uchun sportga kirgan odam umrbod qilish kerak. Hozir o'sha gormonlar bilan biz qo'shimcha ozuqalarda aralashtirmasini tushuntirib bersa yaxshi. Ya'ni qo'shimcha oqsillar nima iste'mol qiladiganlari bor. Gormonlar oladiganlari bor. Tiklab olish uchun yoki ana shu aytgandek muskul massasini katta qilish uchun qo'shimcha gormonal nimalar Kreatin deyshadi. Protein kerak. Farqlari bunday. Bu biologik faol moddalarga kiradi. Bu proteinlar ham, o'sha kreatinlar ham bular biologik faol moddalar. Mana hozir firmalar juda ko'p chiqib ketib qoldi. Men Toshkent tibbiyot akademiyasida o'tgan yilgacha ishladim. O'sha kafedra kurs rahbari lavozimida ishlab keldim va o'tgan yili keyin vazirlikka o'tib ketib qoldim. O'zimni xususiy klinikamni ochdimda tibbiyot akademiyasidan ketdim. O'shangacha men 35 yil talabalarga saboq berdim. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi Xalq tabobati akademiyasida ham tabiblarga 6 yil saboq berdim. Meni oldimga o'sha tibbiyot akademiyasida ishlab yurgan paytlarimda har kuni firmalardan dorilarni olib keladi. Dorilarni ham juda chiroyli qilib chiqargan. Upakovkalari juda ham zo'r, hajmlari zo'r, chiqarishlari, ularda reklamalari ham nihoyatda zo'r. O'shalarda ichidan ba'zi birlar keladi-da, domla mana shu dorimizni o'tkazib bering. Oldingizga kasallar ko'p keladi. Tabobatdan ham, meditsinada ham operatsiya qilasiz. Shu bemorlarga o'tkazib beradigan bo'lsangiz, biz shu biologik faol moddalarimizdan tushadigan mablag'ni 25% sizga beramiz deydi. Xo'p, deyman, qani ko'rsatgin, tarkibida nima bor ekan? Ular nima chiqarayotganini bilmaydi o'zi juda ko'pchiligi. Nima uchun isbotlab beraman. Ular aytadiki, bir kun bittasi kelibdi, mana deydi, biz chiqargan biologik faol moddaning tarkibida deydi 30 xildan ortiq vitamin bor deydi. O'zi vitamin bor yo'g'i 18 ta. Qanday qilib 30 ta vitamin bo'ladi? 30 ta vitamin yo'q, dunyoda yo'q. Mars sayyorasida ham yo'q. 18 ta vitamin bor xolos. 4 ta yog'da eriydigan vitamin, qolgani demak o'sha 12 ta 13 ta suvda eriydigan vitamin. Undan ziyod vitamin yo'q. Yana bittasi kelyapti, men biologik faol moddalar chiqardim deydi. 300 tadan ortiq element bor tarkibida, unsurlar. Element Mendeleyev davriy sistemasini hammamiz o'qiganmiz, ha? Bor yo'g'i 113 ta element bor. Mana kaliy, kalsiy, natriy, magniy, temir hammasini qo'shadigan bo'lsak 113 ta. Unikida 300 ta bor ekan. Shuning uchun biologik faol modda chiqarayotganlarga bularga ishonmaslik kerak. Bunaqa firmalar izg'ib yotibdi. Bularning birontasidan men foyda olganini ko'rganim yo'q. Ana shu proteinlar ham shunga kiradi. Olib turgan paytlarda organizm zo'r ishlab yuradi, lekin o'sha yuqori dozada protein oqsillarni qabul qilishga organizm moslashib qoladi. To'xtatdimi xudo uradi keyin. Birdaniga hamma joyda o'zgarishlar salbiy tomonga ketib qoladi. Mana qarang. Biologik faol moddalarda mana sog'lom odam bir kunda o'rtacha 100 gram oqsil yetarli bo'ladi. Siz bilan meni mana aqliy faoliyatim, jismoniy faoliyatim, jinsiy faoliyatim, ruhiy faoliyatim normada bo'lishi uchun o'rtacha 100 gram oqsil. Shu oqsilda demak 40% ga yaqini bu hayvon oqsili bo'lish kerak, qolgani demak 60% ga yaqini o'simlik oqsili bo'lish kerak. Ana shunga bizlarda organizmimizda Alloh taolo shunga mo'ljallab yaratgan. Uni ortiqcha oladigan bo'lsa, keyin miyaga nagruska bo'ladi, yurakka nagruska bo'ladi va borib juda tez
tomirlar skleroziga uchraydi, yurakda bo'shliqlari kengayib ketib qoladi, klapanlar ishlashi ishdan chiqadi, ateroskleroz boshlanadi, bosh miyaga qon bormay qoladi va yetarli miqdorda o'sha chekkadan kelib turgan moddalar kirmay qolgani uchun miyada atrofiya boshlanadi, xotirasi sustlashadi. Shuning uchun professional sportga kirganlarda juda ham ko'pida yoshi 40 dan o'tgandan keyin nogironlik boshlanadi, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Muhammad Ali ham mana shu professional bokschi, jahon chempioni necha marta olgan, ana shu ham o'limini oldidan aqlini yo'qotib qo'ydi. Parkinsonizm kasalligi bo'ldi, titrab qoldi. Alsgeymer kasalligi bo'ldi, xotirasini yo'qotib qo'ydi. Men bunaqa katta natijaga erishgan sportmenlarning juda ham ko'pchiligini bilaman. Shuning uchun meni fikrimcha bugungi kunda o'sha o'zini sog'lig'ini yo'qotar darajada, fanat darajasida sportga kirmaslik kerak. Endi mana sport bilan shug'ullanishni boya aytganimdek sog'lom ovqatlanish bilan va ortiqcha nagruzka bermasdan bajarib yursa bo'ladigan turlari suzish yaxshi, masalan, yugurishda hech qanday ortiqcha nagruzka tushmaydi. Yugurganda ertalab yugurish kerakmi? O'zi kunni qaysi qismida yugurish kerak? Umuman o'zi sport bilan shug'ullanganda odatda kunni qaysi qismida shug'ullanish kerak? Bu juda ham ixtilofli masala. Rossiyadan akademik Kolesnikov, undan keyin Belarusiyalik professor Dektyar, undan keyin Germaniyalik professor shu sport meditsinasi bo'yicha jahon tan olgan eng katta olimlardan bittasi Kurt Schmidt degan odam bor. Shu kishini sport meditsinasidan kitoblari bor. Bularning hammasi yakdil fikr bilan ertalab shug'ullanishni ma'qul deyishadi. Nima uchun? Ular argument keltiradiki, eng insonda organizmida gormonlar ko'p bo'lgan paytlari bu ertalab hisoblanadi. Gormonlar. Ya'ni inson erkaklik gormonlari erkaklarda, ayollarda ayollik gormonlari, ana shular eng ko'p bo'lgan paytlarda. Demak, o'sha paytlari har qanday shug'ullangan zo'riqishni organizm ko'taradi, chunki gormonal fon yetarli bo'lib turibdi organizmda. Undan keyin mana ovqatgacha shug'ullanish kerak. Ovqatlangandan keyin shug'ullanishni hech qaysi tavsiya qilmaydi. Tushlikda shug'ullanishni bironta bir avtorda ko'rganim yo'q. Men 200 tadan ortiq monografiyalarda o'qib qaradim. Shundan bir 10 ga yaqini kechqurun shug'ullanishni maslahat bergan. Lekin meni o'zim ham shu sport bilan shug'ullangan odam sifatida ham meditsinada, ham tabobatda shug'ullangan jarrohlik, xirurgiya, meditsina hamma sohasida ishlab ko'rgan odam sifatida ertalab shug'ullanganni ma'qul deyman. Kechqurun organizm charchab keladi. Birinchidan jismoniy jihatdan charchab kelasiz. Ikkinchi jihatdan ruhiy jihatdan charchab kelasiz. Asabiylashib kelasiz. Bunday paytlarda shug'ullanganda foydadan ziyoni ko'proq bo'ladi. Insonni o'ziga kelishi uchun uyqudan turgandan keyin organizmi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, o'ziga butunlay haligisi uyg'onib turib hamma organ va to'qimalari joyiga kelishi uchun, ish qobiliyati tiklanishi uchun yarim soat vaqt yetarli bo'ladi. Yarim soatda tiklanib bo'ladi o'zi. Chunki ertalab yuqorida aytib o'tganimdayin qonimizda eng ko'p miqdorda kechasi bilan ovqatimiz hazm bo'ladi-da, qonimizda glyukoza miqdori me'yorda bo'ladi. Qonimizda yog'lar miqdori me'yorda bo'ladi. Qonimizda vitaminlar, mikroelementlar, kaliy, kalsiy, natriy elementlari ertalab limma-lim to'lib turgan narsa bo'ladi. Ana shularda hammasi bizlarda yarim soatda o'sha ish qobiliyati, aqliy qobiliyat bo'ladimi, jismoniy qobiliyat bo'ladimi, jinsiy hayot bo'ladimi, hammasiga yarim soat o'zi yetarli bo'ladi. Bu isbotlangan narsa. Sizlar endi havaskor sport sifatida sizlarda sport qanaqa o'zgartirdi? Aytaymiz, atrofinglarda ham oshna-og'aynilar bor, do'stlar bor. Ya'ni sportgacha qanaqa holatda bo'lgansizlar? Sportdan keyin sizlarning hayotinglar qanaqa o'zgardi? Ham faqat jismoniy emas, ruhiy nuqtai nazardan o'zlari qanaqa, ya'ni nimani koinotda, ya'ni atrofda qanaqa his qilishni boshladinglar? To'g'ri, savolingiz juda o'rinli bo'ldi. To'g'risi, ko'pchilik birinchi savolingiz aytgansiz, avvallari sportni qomat uchun, jang uchun dedingiz. Domla ta'kidlab o'tdi, hozir mana salomatlik uchun. Undan tashqari ham sportning eng yaxshi tarafi odamda qat'iyatni rivojlantiradi-da. Odam qat'iyatli bo'lishni boshlaydi. Aytaylik, siz 6 da turib, 6 da basseynga borishingiz kerak. 6 da borishingiz uchun siz 5:30 da turib yo 5 da turib harakat qilishingiz kerak. Kuni doimiy qilishingiz kerak. Mana har kuni bunga harakat qilgandan keyin qat'iyatingiz oshadi. Sizda nafaqat endi bitta sportda boshlaysiz qat'iyatni, boshqa ishlarda ham bu ta'sir qiladi-da. Demak, sportda bunga ulguyapman. Keyingi bu ishimni ham shunaqa qilishim kerak deb sekin-sekin nima qilasiz? Mana deydi, o'zingiz ustida ishlashni boshlaysiz. Sportning foydali tarafi nafaqat o'sha tana, boshqa sog'lik, bundan tashqari eng yaxshi tarafi shu qat'iyatingiz ham oshadi. Menga shu tarafdan ancha foyda bo'ldi. Sog'lomlik taraf albatta u. Masalan, oldin 110 kilo bo'lgan bo'lsam, 85 kilogacha tushgan paytlarim yengil bo'lib qolasiz. Eng yaxshi narsasi keyin
o'sha ertalabki shug'ullanishni yaxshi tarafi ertalabda odatda biz shug'ullanishimiz ertalab bo'ladi. Energiyaga to'la bo'lasiz, kun davomida energiyaga to'la yurasiz va sahar turib shunga harakat qilganingiz uchun soat mana meni rejimim soat o'sha 5 da turaman, 9 da uxlayman. Uyqu rejimlarim ham joyiga. Chunki siz energiyani oldingiz, qanday deb Duracell batareyani to'ldirib oldingiz, ertalabda shug'ullanib boshqa qilib, kech paytgacha boradi, tugaydi batareya. Yostiqqa boshni qo'ydingiz, uxlaysizda. Hali ko'pchilik uxlay olmayman 10 gacha, 11 gacha deydi. Sport bilan shug'ullanib, doimiy shug'ullansangiz, eng yaxshi tarafi shu uyqu rejimingiz ham o'z o'rniga tushadi sekin-astalik bilan. Men masalan menda 9 da uxlayman har kungi rejimim. O'sha tarafdan keyin yoningizdagi odamlarga, boshqalarni ham aytaylik, jalb qilasiz, boshqa qilasiz. Community deydi, jamoa deydi. Jamoa shakllanadi. Foydalari ko'p. O'zimga boshqa sport, sog'likdan tashqari, qomatdan tashqari shunaqa foyda taraflarini ham o'zimda sezdim. Berkitmayman, energetik ichganman. Energetik ichganman, ichingizdagi energiyangizni sarflab yuborar ekan bu. O'sha ustozimiz aytganlaridek, energiyangizni sarflab yuborgandan keyin kech paytga borib lohas bo'lasiz. Uyqingiz kelmaydi, uxlayman desangiz boshingiz og'riydi, har xil holatlar. Ana shu narsani normallashtirdi bu sport. O'zi sportda nima uchun shug'ullanamiz aslida? Aslida biz oilamiz uchun shug'ullanamiz. Biz ota-onamizga kerakmiz. Bizi kasalligimiz emas, bizi sog'lomligimiz kerak. Ota-onamiz, ahli oilamizga va jamiyatga. Jamiyatga sog'lom, baquvvat erkak nima uchun kerak? Chunki u xizmatini ham qila oladi, yordam ham bera oladi. Oilasida bir ishonchli tayanch ham bo'la oladi va farzandlariga namunali ota bo'ladi. Hozirgi yoshlarimizga aytib o'tishimiz kerak. O'z-o'ziga o'sha yoshlarimiz o'ziga savol berish kerak. Men sportga borishimdan oldin nima uchun shug'ullanaman? Ko'chada bezorichilik qilishmi yoki kimgadir zo'ravonlik qilishdami yokida sog'lom hayot kechirib boshqalarga o'rnak bo'lishdami? Mana shuni to'g'rilab olsa, albatta bu narsada. Men misol uchun oilam uchun sog'lom bo'lganim bu hammamizga yaxshi. Domlaga savolim, ya'ni sport psixologiyasini qanaqa tushunish kerak yoki qanaqa tushuntirish kerak? Aytaylik, tabiiy mana hammamiz o'smir bo'lganmiz, o'zini ko'rsatgisi keladi. Xuddi shunday. Qandaydir garmon o'zgarishlar bo'ladigan vaqt, u energetik ichma, og'ir tosh ko'tarma, bunday yur degan hali gaplarda quloqqa kirmaydigan davrda endi. Ya'ni mana shu nuqtai nazardan balki mana shu sportni tushuntirayotganda yoshiga, ruhiy holatiga qarab nima qildirish kerakdir. Albatta. Ya'ni u qanaqa holatda turibdi o'zi? Bu fikringiz ham juda ham yaxshi. Men mana Amerikada bo'lganimda 20-yilda 2 oy men malaka oshirishda bo'ldim, endoskopik xirurgiya bo'yicha. Shunda Amerikani deyarli bir 20 ga yaqin shtatida bo'lib keldik. Malaka oshirishda ko'rdik, boshqa qildik. Meni haliga hayron qoldirganiki, Amerikada har qanday fuqaroni o'zini shaxsiy yuristi bor ekan va shaxsiy psixologi bor ekan. Demak, psixologiya eng rivojlangan davlatlardan bittasi Amerika hisoblanadi. Har bir odamda onani o'zini psixologi bor, shaxsiy bolaniki bor, eriniki bor, xotiniki bor. Hammasi shu psixologga biriktirilgan. Ularda chunki jamiyat juda tez jamiyat, tez boyish kerak, tez pul topish kerak, to'xtamaslik kerak. To'xtab qoldingizmi, u kapitalistik dunyo. Nolga tushib qolasiz juda ham tez. Bizlarga o'xshab davlatimiz bunday qaramoqqa olib turib, sizga haligi davlat yordami berib anaqa o'tirmaydi ularda. Shuning uchun tezlashib harakat qilsangiz, albatta hamma qatori yashaysiz. Endi sport psixologi kerak. Nima uchun kerak? Mana sportni yuqorida aytib o'tganimizdek, sportni fanatlari bor. O'sha masalan Bruce Lee'ning kinosini ko'radida, shu Bruce Lee'day bo'laman deydi. U Bruce Lee'day bo'lishni iloji yo'q u narsani. Aytish kerak, tushuntirib. Sen karate bilan shug'ullanishing mumkin. Lekin u fenomen, dunyoda endi bitta tug'ildi unaqa odam. U darajada bo'la olmaysan. Bu psixologik jihatdan ta'sir. Yoki masalan o'sha Stallone'ni, Sylvester Stallone'ni yoki o'sha boshqa haligi erishgan katta bir bodybuilderlarni, boshqalarni Colin Mack deganlari bo'lgan, mana bularning darajasiga sen yetishga harakat qilmagin. Bular hammasi juda katta mablag'ni evaziga, juda katta sog'liqni boy berish evaziga, umrni boy berish evaziga. Chunki mana bodybuilderlarning o'rtacha umri 48-50 yosh. Mana Yaponiyadagi sumolar ko'rgansiz, kurashchilarni. Bu ham sport. Ular siz bilan biz iste'mol qiladigan taomdan 10-15 barobar katta kaloriyali taom deydi. Shuni hisobiga 160, 200, 300 kilogacha yetib ketadi har bittasini vazni. Ya'ni bir buqani vaznicha bo'lib ketadi. Lekin o'rtacha umri shu sumoistlarning o'rtacha umri 45 yil, 50 yil.
Shuning uchun bizlar umrni qisqartirish evaziga shu ozroqgina sportni anavunga erishyapmiz. Natijaga musobaqalarda haligi ozroq mablag'ga erishish yoki odamlarga haligi bir vasqishini yoki odamlarga bir e'tiborini tortish uchun. Shuning uchun sport psixologlari kerak albatta. Har bir narsada hozir ukalarimiz aytib o'tganday me'yor kerak. Endi mana qarang, sportda sport psixologi nima uchun kerak yana? Yaxshi sport bilan haqiqiy shug'ullanib yurgan odamlar eng xotirjam odamlar bo'ladi. Eng haligi ko'chada janjal qilayotgan odamlar juda zaif odamlar. Qo'l jangi bilan shug'ullanganimizda bizlarda mana o'rgatishgan odamda organizmida o'lim nuqtalari bor. Mana shu boshni o'zida 8 ta sohada o'lim nuqtasi bor. Mana bittasi mana bu joyda. Agar mana shu joyga qattiq uradigan bo'lsam, shunday barmoqni uchi bilan odam bo'lib qoladi. Ikkinchisi mana bu joyda. Uchinchisi mana ensa sohasida. To'rtinchisi mana ikkita bo'yin sohamizda. Mana qo'limizda ham bor o'lim nuqtalari. Shunga ozroqgina qattiqroq nagruzka beradigan bo'lsangiz, odam o'lib qoladi sirasi, yosh shudan yo'qotadi. Shuning uchun sport psixologi kerak. Bularni odamlarga har bittasiga o'rgatish uchun jamiyatda o'zini qanday tutish kerak, janjalli holatlarda o'zini qanday tutish kerak, tahlikali holatlarda, ziddiyatli holatlarda. Lekin bu degani mana bugungi kunda jamiyatini mana ko'rib turibsiz. Sportchilar albatta jamiyatga kerak, chunki jinoyatchilar ham juda ko'payib ketib qolyapti, ko'rib turibsiz. O'g'rilar ko'payib ketib qolyapti, ko'chada birovga tajovuz qiladiganlar, pichoq ko'tarib, masalan, tunov kun internetda ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Haligi Buxoroda bir ayol suvda oqib ketayotgan joyda kapitan suvga tashladida, haligi ayolni olib chiqdi, muzlab yotgan suvda. Kapitan ham o'zini gavdasini shu tez oqayotgan suvda, men shuni videosini ko'rdim. Demak, keyin uni surishtirib qaradim. Qanday qilib bu darajada bu odam erishdi desam, bu odam o'sha sportdan razriyati bor odam ekan. Sport bilan yaxshi shug'ullanib yurgan. Unga birdaniga mayor unvonini berishdi. Shuning uchun sport jamiyatimizga kerak albatta. Sport psixologlari ham kerak. Fikrim shunday bu masalada. Mana domla nima uchun sport psixologiyasini nima qildik? Men davlat yaqindagi davlat rahbari ham shu katta majlisda aynan sportchilardan jinoyatchilar ko'p bo'layotganini, ya'ni shu ko'cha deymiz endi, shu ko'cha ko'payib ketayotgani yoki ko'chani ta'sir kuchayib ketayotgani haqida gapirdi. O'zi tabiiy qanaqadir qo'polroq qilib aytgandan u zalga boryapsa, odam o'zgarib qoladi-ku. Mana dedik, 2 kun zalga borib o'zini bunaqa haligi tutyapti deydi. O'zi rostdan ham insonda kuch ko'paygan sari ruhiyatda ta'sir, ya'ni ruhiyatda ham jismonan qanaqadir o'zgarishlar bo'ladimi va buni qanday qilib normallashtirish mumkin? Albatta mana insonda 4 xil mizoj degan narsa bo'ladi, temperament. Shuning uchun insonni temperamentiga qarab turib, masalan mana o'zi shu turish ham jizzak odamlar bo'ladi. Bu issiq mijozli odamlar yoki quruq mijozli odamlar, safra tipidagi odamlar yoki qon tipidagi sangvinik, xolerik degan odamlar bo'ladi. Bu 3000 yil avval ham shunday yozilgan Gippokrat davrlarida ham, Ibn Sinoni kitoblarida ham, bugungi kunda ham. Shuning uchun o'sha aksariyat jizzaki sportsmenlar, ya'ni o'sha janjalga aralashayotgan boshqalar ko'pincha shu qoni qaynoq odamlar bo'ladi. Ana shuning uchun sportsmenlarni bizlar olayotganda temperamentiga e'tibor berishimiz kerak. Men Surat va siyrat degan kitob yozganman. Insonni tashqi ko'rinishiga qarab turib, ichki dunyosini bilish ilmi haqida. Buni fisiologiya deydi yoki fiziognomika deydi. Shuning uchun insonni tashqi ko'rinishiga qarab ham ichida mijozi qanaqa, qaynoq mijozmi, sovuq mijozmi, quruq mijozmi, ho'l mijozmi bularni bilsa bo'ladi. Keyin albatta sportga o'sha energetik ichimliklarda, undan tashqari sportsmenlarda juda ko'pini bilaman. Meni oldimga keladi. Katta natijaga erishgan, chempion bo'lganlari ham bor. Ko'pi psixotrop vositalarga o'tirib qolgan. Tramadolga o'tirib qolgan, lirikaga o'tirib qolgan, juda ham ko'pini bilaman. Yoki tungi klublarda men zo'rman deydi, mana muskuli pichoqni qarshisida har qanday muskul nol bo'lib qoladi. Nechtasini pichoqlab ketdi, ko'rib turibsiz. O'shaning uchun bular nazorat ostiga olinish kerak sportsmenlar. Prezidentimiz bularni haqida mana ko'cha jinoyatchilarining orasida sportsmenlar ko'payib ketganligini davlatimiz rahbari tan olib aytib turibdi. Chunki bu faktlarga asoslangan narsa-da. Ortiqcha vazn bu kasallik deyish mumkinmi yoki sog'lom, semiz odam degan tushuncha bormi? Vazn bilan bo'yni ikkovining o'rtasidagi mutanosiblik bo'lish kerak. Bo'yingiz agar 1.70 bo'ladigan bo'lsa, 100 olib tashlanish kerak va qolgani vazn qolish kerak. Shuni yana 10% yuqori chegarasi va pastki chegarasi bor. Meni bo'yim 1.72.
Men demak o'rtacha 70 kilo atrofida yurishim kerak. 70da 10% demak 7 kilo. Demak men 63 kilogram vaznimni quyi chegarasi va 77 kilogram vaznimni yuqori chegarasi. Mana shu ikkita chegarani o'rtasida bo'lish kerak. Bu sog'lomlik. Har 1 kilogram ortiqcha vazn mana birinchi navbatda oyog'imizni bug'umlariga beradi. Bug'umlarda ikkalasining o'rtasida mana shu yerda 3 ta katta suyak bor. Buni menisk deyiladi. Menisk. Mana shuncha keladigan tog'ay bor. Endi bizlarda badanimizda qornimiz mana shuncha deylik. 20 kilo, menga 50-60 kilo ortiqcha vazn bilan ham keladi. Shuncha ortiqcha vazn bilan yuravergandan keyin nagruzka tushadi, mana ikkita suyakning o'rtasida menisk yemirilib ketadi. Keyin yoshi 40 ga yetmasdan mana bug'um og'riydigan bo'ladi. Meni oldimga kelayotganlarda juda ko'pida 40 dan oshgan har ikkitasidan bittasida bug'umi og'riydi. Ayniqsa koronavirus pandemiyasidan keyin bug'um og'riqlari nihoyatda ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun vaznning ortiqchaligi eng yomon dushmanimiz bizlar. Keyin semirishni mana yuqorida savol berdingiz, sog'lom semirish ham borma deb turib. Semirish bu yo bizlarda dunyo qarashimizda kasalligi yoki tanamizda kasalligi. Masalan, endokrin kasalliklar bor, bizatni semiz bo'ladi. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Masalan, gipofiz bezini kasalligi bor yoki buqoq kasalliklari bor, yo qandli diabetda. Mana bu demak kasallik orqasidan bo'lgan semirish va ikkinchisi badnafslikning orqasidan semirish. Sog'lom semirish degan narsa yo'q bu. Kam harakatlik, palma yog'i va geni o'zgartirilgan mahsulotlar. 100 tadan ortiq bu yerda sabablar bor semirib ketishimizga. Sizlar qoldirmasdan sport bilan shug'ullanasizlar, lekin oson emas. Ish bor, oilaga vaqt ajratish kerak. Qanday vaqt ajratyapsizlar bunga? Ixtiyorimizda 24 soat vaqt bor-da. 24 soat vaqtni agar 3 ga bo'laman, men o'zimni 8 soat uyquga, 8 soat qonunchilik bo'yicha ishga, qolgan 8 soatimiz o'zimizning ixtiyorimizda-da. 8 soatimiz o'zimizning ixtiyorimizda. Bundan qanaqa foydalansak bo'ladi? Masalan, hozir sport bilan shug'ullansa, o'rtacha 1 soat, 1,5 soat, 2 soat. 2 soat vaqt ketadi. Undan tashqari qolgan kitob o'qishga, o'z ustingizga. Menda bir shunaqa narsa borki, aytaman, bolalarga ham, hozir xodim o'zimizni shogirdlarga, o'rtoqlarimga aytaman. Faqat hali hayot bir xilda o'tib ketmasligi kerak. Birinchi o'sha mana ish bo'lish kerak, ishga vaqt ajratish kerak, oilaga vaqt ajratish kerak, damga vaqt ajratish kerak. Shaxsiy o'sish degan narsa bor, o'zingizda ishlashingiz kerak. Sport shu shaxsiy o'sishga kiradi. To'g'ri. Shunga vaqt ajratishingiz kerak. Shunaqa qilib vaqtni to'g'ri taqsimlash kerak. Birinchi asosi time management. To'g'ri qo'yish kerak. Keyingisi ichki motivatsiya. Mana qiziqyapsizlar, natijasini ko'ryapsiz, vazn tashlayapsiz, oynaga qarasangiz figurangiz o'zgaryapti, boshqa qilyapti. Keyin yana bir qanaqadir oldingizga bir maqsad qo'yish kerak. Ustoz, men shunaqa maqsad qo'ydim endi. O'zimga o'zim, balkim xudo xolasa, balkim bu yil boshlarman yoki keyingi yilga har bir yilimi, yoshimi, masalan 42 ga kirsam bu yil triatlon degan sport turiga qiziqib qoldim. Hozir yugurishga ham boryapman, suzishga ham boryapman. Masalan 3-4 kilometr to'xtamasam suza olaman. Unga ham crossfit ancha yordam bergan. Shuning uchun chidamliligim oshirganda 42 yoshimda 4 kilometr suzmoqchiman. Xudo xohlasa. 42 kilometr velosipedda yurmoqchiman va 42 kilometr yugurmoqchiman. Bir kunda tugatmoqchiman-da shuni. 43 yoshimda shuni 43, 44 Alloh nasib qilsa, Xudo kuch-quvvat berguncha shuni davom ettirmoqchiman. Oldimga bitta maqsad qo'ydim-da. Endi shu maqsad qo'yganingizdan keyin maqsadga erishish uchun harakat qilishingiz kerak. Hozirdan harakat qilishingiz kerak. Shuning uchun yurish turishingiz kerak. Velo nimaga borib sayting bilan shug'ullanyapman. Masalan, bu bilan qanaqadir baribir sport bilan shug'ullanishdan maqsadingiz qo'ysangiz sizga osonroq bo'ladi. Maqsad qo'yganingizda. Maqsadsiz men har kuni boraman zalga emas. Qanaqadir bitta maqsad qo'yib olishingiz kerak oldinda. Shunga har kuni intilishingiz kerak. O'sha aytgandek atom odatlar, atom kichkina zarralar kabi o'zingizda kuniga ishlab borishingiz kerak. Shunda bir maqsadingizga erishsangiz bo'ladi. Shunda keyin o'zingizda ichki motivatsiya bo'ladi. Shunga erishishim kerak, shuni qilishim kerak deb. Podkastimiz ham nomi Impulsda. Xulosa o'rnida shu impuls nima bo'lish kerak odam? Turtki bo'lish kerak odam. Qanaqa kuch berish kerak va buni qanday qilib tartibga solish kerak haqida fikrlaringizni aytsangiz, shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. 96-yilda Tokioda bo'lganimda Yaponiyada 90 ga 80 ga kirgan chollar, kampirlar yugurib yuradi ko'chada. Ko'rsangiz mendan yosh ko'rinadi shular. Ana shulardan bittasidan to'xtatib men so'radim. Mana yoshing nechida? 84 daman dedi hali chol. Truska kiyib olgan, yoshgina odam, vazni shunday qaddi qomati kelishgan, ortiqcha yog' yo'q. Men aytdim, qancha yugurasan? Mana shuncha. Nima uchun sizga endi bizarda chollarga o'xshab haligi choyxonaga kirib, palovni yeb, chayni ichib yotmaysizmi degandek hazil qildim hali cholga. Aytdiki, jo'ra dedi bunday. Bu men kasal bo'lsam dedi.
Davlatim menga pul to'lash kerak, davlatim meni bog'ish kerak dedi. Menga o'xshagan 10 ta odamga davlat 10 marta ko'proq oylik berish kerak, nogironlikka yotib qoladigan bo'lsam dedi. Yaponiya qachon rivojlanadi o'tirishda dedi, qarang. Yaponiya rivojlanishi uchun men sog'lom bo'lish kerak dedi. Hozir ukamiz aytdi, oilam rivojlanishi uchun sog'lom bo'lishim kerak deb. Ular davlatni o'ylayapti, qarang. Bizlar ham davlatni o'ylashimiz kerak. Ana shunda davlat rivojlanadi. Shunda bizlardan Nobel mukofoti laureatlari chiqadi. Fikrim shu. Bizni tomosha qilayotganlar, demak, unutmang, sport bu tanani zo'riqtirish emas. Aksincha, tanani tinglash va uni his qilish. Ya'ni ruh va jismning uyg'unligidir. Har qanday fanatizmdan qoching. O'z tanangiz imkoniyatlariga hurmat bilan munosabatda bo'ling. Asosiysi harakatdan zavqlaning.